Assalomu alaykum Navoiy, men sizlarga hozir turgan joyimda bitta ko'r. Shunday просто vau da akalar, vau. Navoiyni прямо kindigidan desam bo'ladi. Faqat nima deyapti akalar? Вообще. Xo'p akalar, bu yoqda Sum, Navoiy gостиница, viloyat hokimiyati, O'zera, bu tarafga qolgandoq, qarasak Gulbozor, orqamizda Yangi bozor. 6-mikrorayon. Men bunaqa ko'rinish, bunaqa lokatsiya uchun kerak bo'lsa yana 100 million qo'shib berardim akalar. Xo'p akalar, bo'lmasa men uyda obzorni boshlayman. Qaranglar. Bu bizada birinchi xona, bunisi ikkinchi xona. Bu oshxonamiz, bunisi hojatxona. Mana bu esa sanuzel vannay. Xo'p akalar, bunisi kelinglar, men sizlarga birinchi xonani ko'rsataman. Bu xonamiz bizada spalni xonamiz bo'ladi. Akalar, orqasida balkon ham bor. Bunisi bizada ikkinchi xonamiz. Ko'ring. Bu bizada ikkinchi balkon. Endi men sizlarga kuxnya bilan hozir sanuzilimizni ko'ramiz. Bu bizada kuxnya. Yomon emas, to'g'rimi? Bu esa hojatxonamiz. Hojatxonamiz ichi ham remontdan chiqqan. Bu esa vannamiz. Xo'p akalar, xonadonimiz ko'rilaringiz qarang, yoqdim akalar. Вообще shokoladi. Akalar, endi narxiga keladigan bo'lsak, bu xonadonimizning narxini egalari 480 million so'rashyapti akalar. Kelishiladigan joyi bor. Xo'p akalar, bo'lmasa, men sizlarga mana bu yerda pastda raqamlarimni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashib kelishlaringiz bo'ladi akalar. Lekin akalar, baribir lokatsiya uchun nomer 1 toplardan birimi, to'g'risini aytinglar. Shuning uchun bitta like bosib, podpiskani tashlab qo'ysalaringiz akalar, men sizlardan xursand bo'lardim. Sizlar bilan har doim mana shunaqa uylarni ko'rsatadigan Navoiy uylar agentligi sog' bo'linglar.